boshimiz og'riydi deymiz. Ammo bosh og'rig'igacha bo'lgan holat, ya'ni miyaning zaifligi haqida umuman o'ylamaymiz. Miya zaifligi bu kasallik emas, ammo kasallikning boshlanishi hisoblanadi. Siz obunachilarga hozir miyaning zaifligi turlari bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Miya zaifliklarining belgilari. Bosh miyaning sovuqning tez sezishi ham miyaning zaifligidan dalolat beradi. Ya'ni boshi sovqatib, sovuqni tez sezadigan insonlarda miyaning zaifligi belgilaridan biri hisoblanadi. Keyingisi bosh miyaning issiqni tez sezishi. Ya'ni bosh qizib ketishi ham miyaning zaifligidan dalolat beradi. Ya'ni bu insonlarda g'ayritabiiy quyuq qonning ko'payish holati ham bunga bu belgiga bitta sabab hisoblanadi. Doimiy vahamali tushlarni ko'rish ham miyaning zaifligidan bir dalolat beradi. Ya'ni miya doimo tushlar bilan band, uxlamay, ya'ni dam olmay turish ham miyaning zaiflik belgilaridan biri hisoblanadi. Keyingi esa to'satda turganda boshning aynalishi va yurib ketish davomida boshning doimo aynalish holati ham miyaning bir zaifligidan biri hisoblanadi. Bu esa gohida qon kamligidan, gohida esa qon bosimining, ya'ni gipertoniyaning bir belgilari, holatlari yoki mikroinsult yoki insultning boshlanish holatlari ham bo'lishi mumkin. Agar bosh aynalishda ikkilanishi mumkin. Men aytgan belgida hozirgida agar bosh miyada aynalishi davleniyaning balandligidan bo'lsa, bu insult yoki mikroinsultni olib keladi. Agar qon bosim past bo'ladigan holatda bosh aynalishi esa bu quvvatning kamligi va bosimning pastligi holatlariga belgi hisoblanadi. Muvozanatni saqlay olmaslik ham miya zaifliklariga taalluqli belgi hisoblanadi. Keyingi belgi esa fikrning buzuqligi. Ya'ni miyaga har xil buzuq fikrlarning kelishi ham miyaning zaifligi va miyaning kuchsizligidan dalolat beradi. Keyingi belgi esa uyqusizlik. Ya'ni miya uyqusiz bo'lsa, uxlamasa, uxlaydi-yu dam olmay tursa ham miyaning kuchsizligidan dalolat beradi. Keyingi belgi esa ko'p uyqulik. Ko'p uxlaydi-yu miya dam olmay turish ham, uyqusizlik holati ham, ikkala belgi ham bir-biriga o'xshab ketadi. Birisida uxlaydi-yu ko'p miya dam olmaydi, ikkinchisida uyqusizlik bo'ladi-yu uxlay olish holati muvozanatdan chiqib ketadi. Va oxirgi belgilardan biri sochning tez oqarishi ham miyaning kuchsizlik belgilaridan biri hisoblanadi. Endi agarki bu ota-bobolarda bunday gen, ya'ni urug' surmasa, tez oqarish ham miyaning kuchsizligidan dalolat beradi. Endi bu belgilar faqat siz bilib qo'ying degan ma'noda aytyapman. Ya'ni inson ozgina bo'lsa ham belgilaridan ma'lumotga ega bo'lsa, qaysidir holatni, ya'ni kasalliklarni oldini olishga bir sabab bo'ladi, ya'ni oldini olish uchun bir chora hisoblanadi.